Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Sizlar ham bu yil yozda menga o'xshab uylanyapsizmi yoki bolalaringizni uylantiryapsizmi? Sizlarga ushbu o'zimizni vokzalimizda, ya'ni Bobojon G'afurov noyasida ochilgan yangi to'yxonani tanishtirib o'tiraman. Tanishing, bu to'yxonaning nomi Tojsaroy. Bugun sizlar bilan ushbu to'yxonani ko'rib chiqamiz. Qani ketdik. Albatta hurmatli kuzatuvchilarimiz, uyga kimda kim kelsa ham qo'liga abdasta bilan suv olamiz. Bu yerda u narsaning hojati yo'q, sababi mana bu yerda zamonaviy high-tech uslubda bu qo'l yuvishlar qo'yilgan. Endi qo'l yuvish kerak-ku. Qani ketdik. Ko'p rasmga tushishni yoqtiradigan kelini dugonlariga va kelgan mehmonlar uchun agarda kelin-kuyovdan oldinroq kelsangiz, bemalol ushbu fotozonada shu Tojsaroyga nomlangan ustalar hamda bemalol sizlarga tushishlaringiz mumkin. Xuddi shunday qilib o'z to'ylaringizni mana shunday shohona tarzda qo'yilgan stullarda o'tkazishlaringiz mumkin va mana bu bitga bir marta e'tibor beramiz hurmatli o'rnashlarimiz. Stullarga ham e'tibor beramiz. Mana har bitta narsa ushbu to'yxonada sinchkovlik bilan hammasi guli-guliga qo'yilgan hamma narsa. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, ko'z xiralar uchun mana katta ekran ham qo'yilgan. Bemalol to'ylaringizni jonli efir qilib, Sultonobod News kanalini ham xuddi shu yerdan tomosha qilib o'tirishlaringiz mumkin. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, ushbu yerda uyatli mehmon video, katta mehmonlar deydi. Shular uchun mana bunaqa tinch kaminlar bor. Shu to'yxonaning yonida. Shunday ko'chada o'ynaydi, shu yerga bemalol o'ynashlaringiz mumkin. Agarda siz ushbu to'yxonaga kelib, qonun to'yxonani oformit qilib, ushbu dasturxon hamma xizmatlardan foydalansangiz, sizlarga kortej bepul, ya'ni to'yga keladigan mochilar tekinga tushadi. Hurmatli tomoshabinlarimiz, agarda siz yozgi kuni to'y qilayotgan bo'lsangiz, ushbu to'yxonada yozgi kuni mana bunday konditsionerlar to'yingiz boshidan oxirigacha ishlab turadi va ko'chadan kelgan mehmonlar o'ylanib qoladi, hozir qishda to'y bo'lyaptimi yo yozda bo'lyaptimi. Shuning uchun yozgi kuni ham qalinroq kiyingizlar. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, albatta har bir insonni rizqini Xudo beradi dedi. Xudo bergandek mana shu yerda tortlar tepadan tushib keladi. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, ushbu to'yxonada har bir stolda bittadan ofitsiant turadi. Ushbu stollarning videolarini ham biz hozir qo'yib o'tib ketamiz. Agarda sizlarga boshqa to'yxonada to'y qilayotgan bo'lsangiz, uylaringizga arka, kelin tarafga arka yokida karnay, surnay, mashinalar hamma narsa bor. Buning uchun hurmatli o'rnashlarimiz ushbu ko'rsatilgan raqamlarga murojaat qilishingiz tavsiya etiladi. Agarda hurmatli kuzatuvchilarimiz, so'ngvariklar, bizning nomimizdan ushbu ko'rsatilgan raqamlarga yana ekranda ham qoldirib ketamiz. Bizning nomimizdan murojaat qilsalaringiz 10-15% skidkalar ham bor. Ushbu videoni bu yil yozda uylanadigan tanishlaringizga borib qo'ying. Sizlarni to'yda kutib qolamiz. Ushbu videolarda ko'rgan kadrlaringiz ushbu yangi ochilgan Tojsaroy to'yxonasining videolari edi. Mana hurmatli o'rnashlarimiz, to'yxonani ham ko'rib oldingiz. Agarda sizlarga ushbu to'yxona manzur bo'lgan bo'lsa, pastdagi raqamlarga bizning nomimizdan murojaat qiling. Sultonobod News Diyarbekir G'aniyev nomidan desalaringiz 10-15% skidkalar ham bor.